Jigar uchun eng foydali bo'lgan 3 xil sharbat borligini eshitganmisiz? Eshitmagan bo'lsangiz obuna bo'ling, men buni sizga aytaman. Bu mo'jizaviy 3 xil sharbatni doim ichsangiz, jigaringiz doim himoyada bo'ladi. Birinchisi, qovoq sharbati. Har kuni 1 stakan qovoq sharbati iching. Jigar yog' bosishini kamaytiradi. Sariq kasalliklarda, ya'ni virusli gepatit A ga qarshi kurashadi. Jigar hujayralaridagi yallig'lanishlarga qarshi kurashadi. Jigarni toksinlardan tozalaydi. Ikkinchisi, bu behi sharbati. Kuniga 50-100 milligacha yangi siqilgan behi sharbatini iste'mol qilsangiz, jigarni ovqat hazm qilish faoliyatini yaxshilaydi. Jigar hujayralarida yangi gepatitsitlarni tiklaydi, immunitetni tiklaydi. Behi sharbati nafaqat jigar, balki nafas yo'llari kasalliklari va kamqonlikka ham foydali hisoblanadi. Uchinchisi va asosiysi, bu anor sharbati. Kuniga 1 stakan shirin anor sharbatini iching. Jigar uchun tengsiz foydadir. Birinchidan, jigar shishini kamaytiradi. Kuchli antioksidant va antiseptik hisoblanadi. Jigarga kuchli quvvat beradi, ishtahani ochadi va gemoglobinni ko'paytiradi. Ushbu foydali videoni barcha yaqinlarga yuborib qo'ying.